qo'rqitay dedimda sizlarni. Eslaysizlar 80-90-yillarda ota-onamiz yur tish doktoriga deysa, qanaqa qo'rqardik a? Juda qo'rqinchli ish edi bu. Bundan buyog'iga zamon rivojlanib ketdi. Qanaqa rivojlanib ketdi? Dori-darmonlarimiz rivojlanib ketdi. Doktor akalarimiz bunda ekologsiz hech nimani bilmay qolyapmiz. Apparaturlarimiz yangilanib ketdi. Bunaqa zamonaviy, chiroyli, bunaqa chiroqlar bilan tish doktor akalarimizni qiynamaydi. Bunaqa sensorli qo'limda qilsa yonadi, o'chadi. Ha, mana bunaqa tish oqartiradiganlari, bunaqa endoskoplari bor. Plus yana nima desa bo'ladi? Mana barcha nakanishlar bor. Suvlarini gapirmang. Suvimda qilib turib bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu stakan o'zi to'lar ekan, o'zi to'xtar ekan me'yorga kelganda. Mana bunaqa ranglari eka ko'jadan bo'lgan. Bundan tashqari yana har xil ranglari bor. Sariq deysizmi, yashil deysizmi, barchasi bor. Agar apparatimiz biron kishini qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyaga like bosib, narxi deb qo'ying. Men sizga narxini yozib o'raman. Alo deyish esdan chiqmasa eng qizig'i. Yana bitta ma'lumotdan qolib ketmang. Bu yerga kelganda men gapirmaslikka iloji yo'q. Bu tish doktor akamiz o'ta bir ajoyib tishlarni yasar ekanlar. Mana metall keramika deysizmi, atsinkovniy deysizmi, tilla tishlar deysizmi, barchasini yashirganlar. Akamiz manzillari Namangan shahri Chors hududida joylashgan. Agar tishlar ham qiziqtirgan bo'lsa, xohlang alo deng, xohlang kommentariyaga Zokirjon akamiz deb yozsangiz, malichkalarini yozib oraman. O'zlarim bilan aloqalashib tishlaringlarni oppoq qilib bir chiroyli yuringlar. Zamon o'zgaryapti axir.